Biz o'qit boshladik. Shunday qilib desalar, mana shu qizil shapkachani kiyish bilan orzular degan ekan. Mana yetdilar, ichidan bu ham kuzatib ketdilar. Yuzlarini ko'rsata olmayman. Endi mana shu qizil shapkachalarimni kiyib sochlarimni o'qit qildirgan kelganlar. Orqa tomondan videoga olib qo'ydim. Qo'yib beraman haliroq. Kechagi darsga kira olmay qolgan qizlar yana qo'shilsak bo'ladimi deb yozgansizlar. Da bo'ladi. Bemalol yozsalar bo'ladi. Telegramdan yozinglar. Men sizlarga qanday qo'shish mumkinligini aytaman. To'lov qilasizlar, yopiq kanalga qo'shilasizlar. Qisqasi shunaqa. Yana nima demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Kecha kechqurun juda ajoyib voqea bo'ldi. Kutilmagan. Men yarim kechagacha ishlashga majbur bo'ldim. Yomon bo'ldi.